Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Boshdan kunlaringiz xayrli va barakali bo'lsin. Sizlar bilan Shardam qiling. Men Kamina Bobur Egamirganov. Xudo xolasa sizlarga joy o'rniga ko'rsatib o'tamiz. 1300 kvadrat metr dokumentlar hamrasasi tayyor. To'g'ri gap bir tashxisiy planda havo joylarni yurtaman degan og'aylarimiz uchun zo'r taklif bo'ladi. Endi bir neobishli bo'lsin videomizda ham maqsadda sizlarga bog' tarafidan boshladik. Mevalar akil tutdi. Xudo xolasa har xil mevalari bor. Masalan, o'zingizda meva ekanman deb yurmangizda, aksingizdan ham masalan qachon meva beradi ekan bu deb 15-20 yil kutasizlar. Mevalar tayyor xudo xolasa. 1300 kvadrat metr. Orientirni kerak aytamiz. Xudo xolasa bu tarafda uzumlari yig'ib qo'ygan, xudo xolasa chiqariladi. O'tgan safar chiqaradik buni yozda. Shunda uzumlari meva berib turadi. Xudo xolasa. Bu tarafda yana molxonalari bor, orqa tomonda gaz kelgan do'stlar. Agarda bizani aka-ukalar ko'radigan bo'lsa, bu tarafga qaratib bir hovuzga ko'tarsangizlar ham bo'ladi. Bu tarafga qaratib hovuzga ko'tarsangizlar ham bo'ladi. 2 joyni hisob qilganda-mi do'stlar? Orqa tomon ham ko'chalik bo'ladi. Bu taraf ham ko'chalik. Shu joyimizni yiqib turibdi ekanlar hozirda. Xudo xolasa bog'i lekin kattagina, shaxsan o'zim yakti. Endi go'kdan ham go'k barak urib o'tirarasiz seni. Ko'rsam mart fevral gitaradi. Sizlar el tomonlarni ko'rsatamiz. Ko'cha tomonini xudo xolasa xalqimiz qiziqadi. Nerda ekan bu joy deydilar. Nega so'z Bobur Bey, dokumenti bormi deydilar. Dokumenti 100% tayyordir xudo xolasa. Qarri analarimiz, asalarimiz ko'radigan bo'lsa, shahar joy yo'qmidi, men bilaman. Sentrda masalan mashina ko'p o'tadi, bo'lmaydi deydilar. Endi men gaz olmasam, shunday bir bog'li yer olsa, men mol boqaman, qo'y boqaman degan og'alarimiz uchun zo'r taklif bo'ladi. Olsa bir like bosib qo'yinglar, xudo xolasa el tarafdan bir ma'lumot beramiz. Topchan qo'yib o'tiradigan meslarimiz bor. Oryan tarafda yana pajonlik foton bor. Bu tarafdan kelsangizlar ham bo'ladi. Xohlasangizlar bir ishon tarafda garaj tushirib bersangizlar bo'ladi. Endi buni haddi ishi ishoradigan bo'ladi dedilar. Adashmasam, shundan bo'lsa xarid qilaverasiz, olsa mendan ko'rsatib berish. 1300 kvadrat metr. Do'stlar, ko'rdilaringizning el taraf ham kengina, go'klar ham chiqib qo'yamay. Go'kni go'klar esimga ketdi. Sizlarga ham shundaymi? Xullas yerlari yaxshi do'stlar. Yana masalan bizdan bog' bor, lekin hali go'k bu darajaga go'karmadi. Lekin yeri yaxshi yerda baribir nima deydi? Meva deymiz, boshqa narsalarni birinchi go'karadi. Shunday yer ekanda, el taraflarida yana uzumlari bor ekan. Bu tarafda yana ko'chalik bo'ladi. Yana bu tarafdan borsangizlar, orqa tomondan yetarish ham bo'ladi ekan do'stlar. Aytganimizda shu aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol birisini bana qaratib, birisini ona qaratib, hovuzga ko'tarsangizlar bo'ladi bu yerda. Ko'rarasiz do'stlar, mendan ko'rsatib berish, fazlasida bo'lgan ko'chalarni endi hozir sal yog'ish, mening ko'chalar yangarikimizda ko'p alashtirmasa, xudo xolasa yurtimiz rivojlansin deymiz, yo'llarimiz o'tilsin deymiz. Xudo xolasa kommentariyada yana nechik sizlarning ko'chadan shunday ahvolmi? Nima deb o'ylaysizlar? Bormi shunday? Yozib qoldirasizlar, xudo xolasa. To'shna orientaga keladigan bo'lsak do'stlar, Yangarikda, Ostonada bo'ladi. Endi to'shna nima tushuntirsak bo'ladi ekan. 4-son maktab bo'ladi. Maktabning orqa tomonidagi ko'cha bilan giriklanadi bu yerga. Yoki-da bo'lmasa, Ostona bog' ziyoratgohi demunda yana. 2 yo'l bilan kelsa bo'ladi ekan-da do'stlar. Ko'rarasiz, mendan ko'rsatib berish, kim qiziq bo'lsa bog'lanarsa, to'plariga yanaldini. Endi bu tarafida gaz yo'q, lekin orqa tomonda gaz bor. Xohlasangizlar shunga qarab bir hovuzga ko'tarsangizlar ham bo'ladi. Bu tarafdan aholi yashab o'tibdi. O'zi sentralniy ko'cha shonda bo'ladi ekan. Ko'rarasiz, mendan ko'rsatib berish, qo'ldan kelsa ko'rsatdim. Tushunmagan ma'lumotlar bo'lsa, ekranda nomerlar bo'ladi. Variantlar ham bor dedilar. Narxini keladigan bo'lsak, 150 million so'm aytibdi. Aytilish bahasi bo'laveradi. Xudo xolasa kelishadigan yerlari bor dedilar. Ko'rarasiz, kim qiziq bo'lsa bog'lanarsa, videomizni joyini qarab bilgan og'aylar azamat qo'yish yoddan chiqmasin. Lekin bog'i shaxsan o'zim aytdi. Bizdan shu bog'a meva ekanimizdan aka, ota qachon ana meva beradi deb o'tiramiz. Lutsi shunday joyini olib turib, hazilib yashagani aytmaydi do'stlar. Videomizni maksimal tarqatamiz, bir like yoddan chiqmasin. Xudo xolasa bizlarga ko'pchilik qiziqadi ekan. Boburbek, sening YouTube'da 2000 obunachilik bor, reklamalarni ishga o'tibdi. Bizda Instagram ham bor do'stlar. Instagram shu Yangarik uylari bo'ladi. Bu yerda 11,5 ming podpисчикimiz bor. Bemalol o'tib bunga obuna bo'lib ko'rsangizlar bo'ladi. Xudo xolasa bizni ko'pincha Instagramdan sotibdi. Endi YouTube'dan ko'pchilik ko'radi. Endi sizlar nima ko'rib o'tirsiz? Televizordanmi yoki telefondanmi? Men ko'pincha girib qarayman YouTube auditoriyasini. 20 yoshdan 40 yoshdan ko'pincha ko'radi ekanlar. Va televizorda 20% mi, shunday telefonda 50% va qani planshetda shunday kompyuterda ko'radi ekanlar. Asa hamma rahmat, sog'inglar, salomat bo'linglar, yaxshilikda, omonlikda ko'rishguncha, sog' bo'ling.